hammanglar bu narsaga guvoh bo'lib turibsizlar. Unda telefonni yoqsangiz, internetni yoqsangiz, qaysidir bir gruppaga qo'shilgan bo'lasiz. Har yoqqaningizda. Har telefoningizga qaraganingizda qaysidir bir gruppaga qo'shib qo'ygan bo'ladi, to'g'rimi? Bir hamma tomoniga shlankalarni ulab tashlagan, bir bintlar bilan boylab tashlagan bitta bolaning rasmi, palonchi xonga yo palonchi jonga yordam. Yoki bir yoshi katta ayolni ro'mol o'ratib yotqizib qo'ygan palonchi onaga yordam. Yoki bir boshiga to'p kiydirib musulmon odam qilib bir kasal ozg'in odamni qo'yib palonchi odamga yordam. Shunaqa narsa bo'ladi, to'g'rimi? Endi uni qaysi biriga ishonishingizni ham, qaysi biriga berishingizni ham, qayerga berishni, nima qilishni ham bilmay qolasiz. Mayli, jamiyatda muhtoj odamlar ko'p. Lekin uni qaysi biri muhtoj, qaysi biri haqdor, qaysi biriga ishonsa bo'ladi, qaysi biriga ishonib bo'lmaydi. Aldab ketayotgani ham ko'pda. Ichida yolg'onchisi ham ko'p, o'g'risi ham ko'p, muttahami ham ko'p. Bitta bo'lgan voqea. Ramazon oylari, Ramazonning o'rtalari bir yigit kirdi endi. Bir mayib majruh emas, soppa-soq. Sizdan bizdan ko'ra baquvvatroq, yoshi ham shu 30 nari beri oshgan, shunaqa atrofdagi bola. Shom payti xonamga kirsam, ko'rishib, qorong'ida yaxshimi ustomlar, yaxshimi. Yorug'ga kirgandan keyin bundoq ko'rib, "Ey ustoz, men sizni YouTube'larda ko'rib yuraman, juda muxlisman. Sizda ham bir ko'radigan kun bor ekan-u, Alloh sizga yetkazdi bizni. Allohga hamdlar bo'lsin." Yaxshi, xo'p. Unchalik emasdir. Nima xizmat kerak desam, Qirg'izistondan keldim. Qo'lida pasport. Qirg'izistondan keldim. Yaxshi. Qirg'izistondagi mo'min musulmonlar, birodarlar hammasi yaxshimi? Hamma salomat, salomat. Onangizorimni olib kelganman, otam o'tib ketgan. Onam betob. Shu yerga kasalga olib keldim, doktorga olib keldim. Yaxshi, onaning xizmatini qiling, duosini oling. Shu Qo'yliqda bir klinikada yotqizilgan, hozir onamiz klinikaga yotqizganman. Birodarlar, 13 yil bo'ldi shu yerga xizmatga kelganimizdan. Qo'yliqda bilmasak nima qilib yuramiz? Palonchi klinikadamizam, ha, o'sha klinikada dedi. Yaxshi, nima qilish, nima yordam bizdan? 1 million 300 ming pul kerak edi. Hozir yo'q edi, mayli bir harakat qilamiz dedi, ketdi. 3-4 kun bir hafta o'tgandan keyin yana qaytib kelib, "Ya, haligi ishlar domla hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Bo'yliqqa chiqib bittasini xizmatini qiluvdim, ishini qilib beruvdim, berib yubordim, mayli onaxonimga deb berib yubordim. Endi bir 400 ming, 300-400 mingga bir dori olsakda, bir 400-500 ming yo'l kira qilib, bir 800-900 ming pul bo'lsa, Qirg'izistonga yetib olardik, yaxshi bo'lardi." Keyin mutavallimiz chaqirdi, "Kelin, mana shu odamning ishini bitirib yubordim. O'tgan safar kelganda ham bitmay qoluvdi. Yaxshi, to'g'ri, buni menga topshiring, men o'zim nazoratga olaman buni" dedi. Mashinasiga o'tkazib, haligi zakot beradigan, fidya beradigan, fitr sadaqa beradiganlarni gaplashib beradigan bo'libdi. Mashinaga o'tkazib olib boribdi. Shu Qo'yliqdan tramvay yo'lini yonida borib, klinika Nikami. O'sha yerga olib bordim dedi. O'sha yerga ketguncha ham joyida, gap so'zlar joyida. O'qiyapti dedi, shunday leksiya qilib. Otam o'tib ketgan, onam qolgan, onam yoshligimizdan katta qilgan, onamizni xizmatini qilmasak bo'lmaydi, tuzatmasak bo'lmaydi, bittadan birdan bir duo go'yimiz shular, u yoq, bu yoq, o'qib ketyapti. Ishi tuyiga borguncha ham o'qidi dedi. Bo'ldi, beravering pul deb, bu yoqqa endi o'zim yetib olaman, to'g'ri olib kirib ketaman. Yo'q, onaxon duolari kiring, bir duolarni olaylik, qo'llariga beramiz, duolarni olamiz. Eshigidan shunday kirgandan keyin bo'ldi, "Ya, onam bu yerda emas" dedi. Urib pachag'ini chiqarishni ham bilmayman dedi, ro'za og'iz. So'kib haqorat qilishni ham bilmayman, nima qilishni bilmayman domla. Lekin baribir so'kib yubordim dedi. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa noinsoflar, yolg'onchilar, o'g'irlar, muttahamlarning sababidan jamiyatda xayrli, yaxshi ishlar kesilib qoladi. Bu ishni eshitganingizdan keyin, bu ishni ko'rganingizdan keyin oldingizga rostdan ham haqdor odam kelsa ham bermaysizda. "Ey, sandaqalar ko'payib ketdi" deysiz. Bunaqa yolg'onchilar ko'payib ketgan deysiz. To'g'rimi? Gohida deydi, yana firibgarlikning shunaqa turlari chiqib ketibdi. "Men bankdanman" deydi, "yo men militsiyadanman, yo palondanman, pistondanman" deydi. Siz jarimaga tushdingiz yoki siz bir narsadan yutuq yutdingiz, plastik kartangizni nomerini, kodlarini aytsangiz, biz sizni plastik kartangizga bir 200-300 ming pul tashlab yuboramiz. Der ekanda, shu yutdingiz, mana 50 ming, 100 ming pul yutdingiz, oling. Shuni plastigingizni siz raqamingizga tashlab yuboraman. 100 ming yutumman deb plastik raqamini boshidan oxirigacha aytib bersangiz, o'zi
1-2 million pulingiz bo'lsa, haligi raqamni bilib pulni yechib ketar ekan. Bir o'tish paytidamiz, endi yoshlar ziyrak biladi, lekin o'rta yoshli, yosh ulug'lar bilmaydi bu narsani. Aytsa nomerini aytib beradi. Shuning uchun bu narsalarda ham ehtiyot bo'lish kerak ekan. Ziyrakroq bo'lishimiz kerak ekan. Plastikdagi pullarni yechib ketaverar ekan. Alloh asrasin.